Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Assalamu aleyküm muhterem birodarlar. Bizi murojaatimizning sababi mana bu ukaxonimizning oyog'ida o'smasi bor ekan. Shu kunlarda davolanmasa oyog'ini qirqilib ketishini ehtimoli bor ekan. Shuning uchun mana bu shahrimizdagi Soliq xizmat fondini harakati bilan mahalla oqsoqoli, mahalla elibosh yig'ilib sizlarga murojaat qilyapmiz. Bularni Qirg'izistonda ancha davolanibdi, lekin natija bo'lmaganidan hozir Hindistonga olib borib, o'sha yerda bir 20 ming atrofida dollardi pul kerak ekan. Shunga elga murojaat qilyapmiz. Bizni o'zgan shahrimizni bir qancha fondlar xizmati, shu yaxshi odamlarning harakati bilan bir qancha bechora uylar qurildi, qancha bir odamlar chetga borib davolanib keldi. Shular qatori yana bir murojaat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Ta'awanu alal birri va taqvo", yaxshilik va taqvo ishida bir-birlariga hamkorlik qilinglar degan. Shunga ko'pchilik hech narsa emas, ozginadan bir 100 so'm, 200 so'm, 1000 so'mmi qanchadan bo'lsa ham yordam beradigan bo'lsak, inshaalloh shu pul yig'ilib qoladigan bo'lsa, bir farzandimiz, bir ukamizni oyog'ini qirqilib ketishini saqlab qolgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo agar inson mo'min bandani yordamida bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh uni yordam bo'ladi degan hadislar bor. Shunga amal qilib. Assalomu alaykum muhtaram jamoat, hurmatli el, yurt, mahalla, ko'y hamyurtlar. Siz bilan bizlarni Alloh shunday bir birodarimizni hojatini band qilgani uchun domlamiz Qobuljon elyoshimiz nechadan beri xizmat qilyapti. Bu xizmat qilayotgan domlamizdan oxiratimiz yetilib, mahalla ko'yimizda elyoshimizdan, shu jamiyatga yordam bergan biz el uchun degan yigitlardan, bolalarimizdan Alloh. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi aytib o'tganlarki, Oysha onamiz roziyallohu anhoga o'zi aytdiki, "Ey Oysha, bitta xurmoni berib bo'lsa ham jannatga kirib olgin" degan. Shuning uchun sizlarning qilgan ashi ehsoninglardan ajomas sababli ham jannatga kirishni haqligini bilib olsak. Amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi va alihi va sahbihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo qaysi dard yaratgan bo'lsa, uni shifosini ham qo'shib yaratgan. Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz, shu ukamiz islom dinga Alloh subhanahu va taolo to'liq shifo bergin. Alloh subhanahu va taolo iymonga, dinimizga, xalqimizga xizmat qilishga bu ukamizga Alloh nasib qilgin. Alloh subhanahu va taolo ko'plagan mo'min musulmonlarga o'zining shifo komil bergin.